Homiladorlikda dog' tushadi, quyoshdan dog' tushadi, aknida dog' tushadi. Xullas, hamma pigmentatsiyaga общий qoida tuzamiz. O'zi pigment qanaqa paydo bo'ladi? Birinchi qadam, mana bu osminokka o'xshagan hujayrani ko'rdinglarmi? Uni nomi melanotsit. Aynan shu dog'ni pigmentini chiqaradi. Terini tabiiy rangini ham shu chiqaradi. Lekin quyosh, akne yoki homiladorlikdagi gormonlardan tomi ketishi boshlaydi. Ikkinchi qadam, tomi ketishi boshlagani uchun to'qroq rang chiqaradi. Lekin bu qadamda hali dog' ko'rinmaydi. Uchinchi qadam, bu yoqda pigment teri hujayralariga ko'chiriladi. Endi bu yoqda cho'tka dog' ko'rasiz. To'rtinchi qadamda teri yangilanadi. Dog'li hujayralar to'kilib tushadi. Endi har bir qadamda nima qilish mumkinligini ko'raylik. Birinchi qadamda homiladorlikka endi sabr qilib turish kerak. Akneni chiqishini oldini olish kerak. Bilaman, qiyin. Quyoshdan esa himoyalanish kerak. SPF. Keyingi qadamlarni SPF siz eshitib ham o'tirmang. Ikkinchi qadam, bu yoqda pigment ishlab chiqarishini pasaytirish kerak. Vitamin C, arbutin, azileynoviy kislota. Uchinchi qadam. Demak, bu yoqda dog' уже ko'rinadi, bu bilan esa niasinamid yaxshi ishlaydi. O'zi terida pigment paydo bo'lib, yangilanishigacha 1-2 oy vaqt o'tadi. Shunga uxotdan srazu natija kutmang. To'rtinchi qadam, bu yoqda terini yangilanishini tezlashtirish mumkin. Retinoidlar, enzimlar, AHA, BH kislotalar. Dars tugadi, kommentda yo'qlama qilib keting, bo'lmasa NB qo'yaman.